Assalomu alaykum. Mening murojaatim Saidaxonim Mirziyoyevaga. Saidaxonim Mirziyeva, men Ochilova Rahima Hakimni Buxoro oblastida tug'ilib katta bo'lganman. Oliy ma'lumotliman. 1963-yilda tug'ilganman va hozirgi kunda Qibray rayonida yashayman. Toshkent viloyati Qibray rayonida istiqomat qilaman. Yillar davomida ilmiy tekshirish institutlarida ishlaganman. Undan tashqari bir nechta firmalar ochib, MCJlar ochib, shu MCJlarda direktorlik qilib, biologik aktiv moddalar ishlab chiqarganman. Pilladan ishlab chiqarganman. O'zbekistonni pillasidan ishlab chiqarganman. Aminokislotalar, proteinlar ishlab chiqarganman. Mana proteinlar Quvvati degan preparat. O'sha biologik aktiv modda. Undan tashqari ham mani o'nlab ixtirolarim bor. Noglikin sahrin diabetlarga ishlab chiqarganman. Bu preparatlarni O'zbekistonda, Rossiyada registratsiyadan o'tkazganman. Juda yaxshi faoliyat yuritganmiz. Juda ko'plab miqdorda mahsulot sotilgan, aptekalarda, butun O'zbekiston bozorlarida juda yaxshi sotilgan. Hozirgi kunda mana shu ish faoliyatimni to'xtatganman, chunki imkoniyatim yo'qligi sababli pensionerman. Ammo shuncha yillik qilgan mehnatlarim yo'q bo'lib ketmasligi uchun bu juda ham insoniyat uchun foydali. Sababi Olimpiada qo'mitasi tomonidan 2012-yilda Quvvatin degan biologik aktiv qo'shimcha Paralimpiada o'yinlari, Londonda o'tgan Paralimpiada o'yinlari uchun qabul qilingan. Undan tashqari butun sportsmenlar shuni iste'mol qilishardi. O'zbekistonda juda ham Quvvatinning nomi keng tarqalgandi. Shu uchun bu ishlab chiqargan biologik aktiv qo'shimchalarimni ish faoliyatim to'xtaganligi sababli ishlab chiqara olmagan edim. Mana hozir juda ham zarur, hamma uchun kerak bu oqsillar, hamma uchun kerak bu aminokislotalar, makro va mikro elementlar. Buni ishlab chiqarish zarur. Immunitetni ko'taradi, sahrin diabetni sahrga tushiradi, noglikin. Yurak qon tomir kasalliklari uchun Quvvatin juda ham yaxshi. Taqkardiyani davolaydi. Undan tashqari barcha asab kasalliklari bilan bog'liq kasalliklarni davolaydi. Shu uchun sizdan iltimos, menga investor topishda yoki shu mahsulotni ishlab chiqaruvchilar topib berishda, mana shu qilingan ishlarni sotib olib, ishlab chiqarishda, yo'lga qo'yishda yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Men sizga ishonaman, chunki juda ham ko'p ayollarga yordam beryapsiz. Juda ham ko'p xayrli ishlar qilyapsiz. Ilohim hamisha sog' salomat bo'lib yuring, umringiz uzoq bo'lsin. Qilayotgan barcha ishlaringizga Alloh rivoj bersin. Men xursandman. Shunday ayollarimiz, bizani shunday rahbarlarimiz borligidan xursandman. Ayollarimizni qo'llayotganingizdan juda ham xursandman. Iltimos, meni ish faoliyatim bilan tanishib chiqing. Biz uni eksportga ham tayyorlaganmiz, shu uchun ham Rossiya davlatida registratsiya qilganman. Undan tashqari Misrda, Iordaniya davlatlariga sotish uchun prezentatsiyalar o'tkazganman va ish faoliyatim to'xtagandan keyin u davlatlar bilan aloqani to'xtatib qo'ydim. Bu mahsulot juda ham zo'r mahsulot bo'lgani uchun ham hamma joyda hozir ham so'rab turishadi bizdan. Men o'zim Xalq tabobat assotsiatsiyasida a'zoman. Xalq tabobat assotsiatsiyasi a'zosi bo'lganim uchun ham bu mahsulotlardan hozir ham kam miqdorda foydalanib turaman. Iltimos qilib so'rayman, menga investor topib berishda yoki bo'lmasa shu mahsulotlarni qaytadan ishlab chiquvchi insonlar bo'lsa, shunga qiziqadigan odamlar topib berishda sizdan iltimos qilib so'rayman. Mayli, men o'sha mahsulotda texnologiyalarni sotaman, bemalol olib ishlab chiqarishsin. Meni yoshim 62 da. O'sha men ancha-muncha qaridim, lekin ixtirolarim ko'p. Agar shu ishlarga qiziqadigan odamlar bo'lsa, o'nlab ixtirolarim bor. Marhamat, murojaat qilishsin menga.
Marhamat, siz bilan ham uchrashish niyatidaman, Xudo xohlasa. Albatta siz meni qabul qilasiz degan umiddaman. Bu mahsulotlarni, e, O'zbekistonni shu mahsulotlar bilan ham nomini ko'tarish judayam zo'r bo'ladi. Nomini albatta ko'klarga ko'taramiz. O'zimizda o'sha yaxshi preparatlarimiz bilan, badlarimiz bilan, dorilarimiz bilan ko'taramiz, Xudo xohlasa. Yillar davomida O'zbekistonda sotilgan bu aptekalarda judayam yaxshi natijalar bergan. Ilmiy tekshirish institutlarida tekshiruvlardan o'tgan. Iltimos sizdan yordam bering.